6 fevral Türkiye İçki İşler Ministri Sulayman Soylu, Prezident məsləhətçilerinden Ahmet Selim Köroğlu, Ayxan Oğan ve Zeytinburnu rayon başlığı, Zeytinburnu rayonluq Xavfsizlik İdarəsi başlığı qatarlıq rəhbərlərdən təşkillənən rəhbərlik heyəti, Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliği Rəisi Hidayətullah Oğuzxanın uyida ziyarəti boldu. Rəhbərlərini Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliği Rəisi Hidayətullah Oğuzxan, Sutuqbuğraxan İlim və Mədəniyyət Vəxbi Rəisi Dr. Abduxaliq Uyğur, Şərqi Türkistan Ticarətçilər Cəmiyyəti vəkili Adil Muhammed qatarlıqlar kütüb aldı. Bu qatımlıq ziyaretinin məqsədi Türkiyə-Xitay arasındakı münasibətlər səbəblik Şərqi Türkistanlıqlarının Türkiyədəki siyasi davasının kəlgüsü və özlərinin ictimai bexətərlik cəhətdə payda bolğan əndişlərinə qarşı Türkiyə hökumətinin qandaq əhvallardan qəti nəzər Şərqi Türkistan davasını qollaydıqlarından ibarət pozisiyasını bildiriş və Şərqi Türkistan davasının siyasi tərəqqiyatını ilgari sürüşdə və ictimai məsələlərini həll qilishdə Türkiyənin hər vaxt aktiv rol oynaydıqlarını ifadələş bolğan. İçki İşlər Ministerliğinin bu qatımlıq ziyarəti içki cəhətdən Türkiyədəki Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliğinin Türkiyə dövləti bilan bolğan diplomatiya münasibəti və innovatını texmo küçəytkənlik və Şərqi Türkistan xalqını xatircəm qilish hesablansa, tashqi cəhətdən Türkiyə hökumətinin Şərqi Türkistan davasidagi pozisiyasini yana bir qatim ifodalash bo'lib hisoblandi. Xitay hökuməti Uyğurlarga qaratqan irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət səbəbindən xalqarada küçlük tənqidə uçrayotgan bir məzgildə xalqara zehnlərdə yana təşviqat orqali özünü oqlamoqchi bo'lgan. Xinhua to'rining xabariga qaraganda, Xitoyning Janvada turishliq doimiy umiki va Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat 3 fevral kuni birlikda atalmish Xinjiang yaxshi joy temsida sinliq yig'in o'tkazib, Uyg'urlarning xushal qo'ram yashayotganligini, ularning huquqlarining to'liq kapolatga ega ekanligini ilgari surgan. Xitoyning Janvada turishliq doimiy vakili Chen Shu bo'lsa, ba'zi davlatlar va ba'zi kuchlar Xinjiangdagi yaxshi vaziyatni ko'rishni xohlamaydi hamda paketni qasddan burmilab Xitoyni haqoratlaydi va yolg'on so'zlaydi degan. Yuqorqi bu tashviqot yig'iniga Laos, Kuba, Shimoliy Koreya, Rossiya, Pokiston, Eron, Eritreya qatorliq diktatorlik bilan donqi chiqqan Osiyo, Afrikadagi bir qism davlatlarning vakillari anglagan. Bu yig'in Amerika hukumati Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb baholagan bir paytda ichilgan. Amerika prezidenti Joe Biden Amerika-Xitoy munosabatini ilgirki prezident Donald Trump hukumatiga o'xshamaydigan usulda ilib boradiganligini bayon qilib, chekidan oshgan raqobat bo'ladi. Biz ular bilganda qilmaymiz dedi. Amerika prezidenti Joe Biden CBS televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, ularning Beijing hukumati bilan to'qinishmaydigan munosabat o'rnatishni maqsad qiladiganligini, ammo texmo raqobat kuchiga ega bo'ladiganligini ta'kidladi. Biden o'zining Xitoy prezidenti Xi Jinpingni har ikkisining muavin prezidentlik davridan boshlab taniydiganligini tilga ilib, u intayin aqlliq, intayin kuchlik, ammo badanida kichik bir parcha demokratik so'ngak yo'q deb baho berdi. Amerika prezidenti Biden 4 fevral Tashqi ishlar ministrligida qilgan tashqi siyosat nutqida Xitoyni Amerikaning dunyodagi eng muhim raqibi deb tasvirlagan edi. Xitoyda tug'ilgan avstraliyalik jurnalist davlat maxfiyatligini chet elga yetkazish gumoni bilan Xitoyda qo'lga olingan. Egilanishicha, Xitoy yer shari televiziya to'g'rida ishlaydigan avstraliyalik jurnalist Chang Li jasuslik jinoyati bilan qo'lga olingan. Avstraliya hukumati 6 oydan buyon qamalgan Chang Li uchun xalqaro qoidaga mos keladigan mustaqil tekshirish komiteti qurishni talab qilgan, ammo bu talabni Xitoy doiralari rad qilgan edi. Xitoy bilan Avstraliya o'rtasidagi siyosiy jiddiylik mezgilida Xitoydagi eng oxirgi ikki avstraliyalik jurnalistmi oktyabrda Chang to'g'risida so'roq qilingan. Yevropa İttifaqının tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Borrell, Rossiyaning Yevropa İttifaqı bilan bo'lgan ijobiy suhbatdan foydalanishni xohlamaydiganligini va buningdan xulosa chiqarishi kerakligini va jazoning buning ichida ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Borrell 4 fevraldan 6 fevralgacha o'zining Moskva ziyorati haqida yozgan blogida o'zining andisha qiladigan Yevropa-Rossiya munosabatini muzokara qilganligini, Aleksey Navalniy va uning qo'llovchilari qo'lga olingan namoyishdan keyin munosabatning yomonlashganligini bayon qildi.